Qadrdonlar, barcha yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektimiz uylarga steyajga qo'yamiz. Mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'yasiz. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'ysanglar, biz kanalda boshidan boshlab, tugagan holatigacha ko'rsatamiz. Nech puldan qilib beryapmiz, narxlarni ham bilib turasizlar. Qurilish bo'yicha narxlarni bilib turasizlar. Shotoblok urishmi, g'ish urishmi, barcha qurilish bo'yicha videolar qo'yib turamiz. Narxlarni bilib turasizlar, obuna bo'lib qo'ysanglar. Bu yerga ko'rib turgan bo'lsanglar, tayyor zasifkasi bor ekan. Trambovka ham bo'lgan ekan. Faqat 5 sm baland bo'lgan ekan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, beton bilan teng qilib qo'yamiz hozir. Shu ko'rib turgan joylarga bu yerda sokil urilmagan ekan. Ikkitada ham o'zi ko'rinib turibdi, sokil urilmagan ekan. Xo'sh. Aytib o'tganimizdek, mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'yasizlar. Ko'p odamlarda steyajkani uyda o'ziga shunchaki qo'yib qo'yadi. Yer tagidan bilasizlar, zak chiqadi. Uyda qishda isitish qiyin bo'ladi. O'shani hisobga olmaydi ko'pchilik. Ko'rib turgan joylariga buni solganmiz. Penaplex solsa ham bo'ladi sariqdan. Unda yana ham zo'r bo'ladi. Zak o'tmasligi holati yaxshi bo'ladi. Zak umuman o'tmaydi. Albatta, uyga steyajga qo'yayotganda shularga e'tibor berib qo'yasizlar. Chak bostirib, ustiga chak bostirib quyib ketiraveradi shunaqasiga. Bunaqasiga solsa ham bo'lardi, xalaqit beradi. Shuni hisobga olamiz. Uringa xalaqit bermasligi hisobida biz shu ko'rib turgan joylarda uringa xalaqit bermasin deb iplar qo'yganmiz. Chekkadan chekkaga qo'yganman. Ko'rib turgan joylarga ozgina zinapaya ham qo'yib berdik. Hozir narxni ham aytaman. Endi nech pul bo'lsa ekan, nech pul qo'yib berdingiz uyga steyajkani desiz, 50 ming so'mdan kvadratini qo'yib berdik. Arzonmi qimmatmi kommentariyada o'z fikringlarni qoldirasizlar. Iloji boricha bilasizlar, taqinlab qo'yiladi. Shunchaki qo'yib qo'yilmaydi. Ashuna hisobiga 50 ming so'mdan qo'yib berdik. Ko'rib turgan joylar 1.20 eni, balandligi 60 razmerda zinapayamizni metrini 350 ming so'mdan qo'yib berdik. Qimmatmi arzonmi kommentariyada qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi obyektda ko'rishguncha.